Assalomu alaykum aziz gruppamiz a'zolari. Uchoqli nerv nevralgiyasi bilan kasallangan bemorlar uchun tavsiyamiz. Endi ko'pchilik bemorlarimiz kelishyapti. Ko'pchilik operatsiya qildirgan holatda kelinyapti. Operatsiya qildirib, kimdir 2 oy yuryapti, oshib ketsa kimdir 5-6 oy yuryapti. Lekin kasallik yana bezovta qilib, kuchli og'riqlar bilan namoyon bo'lyapti. Operatsiyadan keyingi holatda ham. Shuning uchun operatsiya qilish tavsiya qilmaymiz. Xudo xolasa bu uchoqli nerv nevralgiyasiga kasalligiga muolajamiz samarali davo bo'lyapti. Juda ham natijalarimiz yaxshi. Deyarli hamma kelgan bemorlarimiz shu uchoqli nerv nevralgiyasi bilan kasallangan bemorlar. Hammasida o'zgarishlarimiz alhamdulillah yaxshi bo'lyapti. Shuning uchun ko'ngilda xotirjam qilib kelinaveradi. Shu kasallik bilan kasallangan bemorlar endi buni og'rig'ini bu kasallik bilan kasallangan bemorlar tushunadi. Juda ham kuchli og'riqlar bo'ladi, sanchaqli holatlar. Iloji bo'lsa shuni jiddiylashtirib olmasdan kelsalar, xudo xolasa tezroq natijaga erishish bo'ladi. Asalari haqiqatan davolaydi bu kasallikni. Juda ko'pchilik mana forig' bo'lib ketyapti bu kasallikdan. Bu kasallik butunlay davolanib shifo topib ketyapti. Shuning uchun ko'ngilda xotirjam qilib kelinaveradi. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, xudo xolasa. Faqat shu operatsiya qildirmanglarni tavsiya qilamiz. Chunki operatsiyadan keyin natijamiz ham a'lo darajada bo'g'irmayapti. Operatsiya qildirmasdan kelsanglar, xudo xolasa, natijalarimiz juda ham tez samarali bo'ladi. Salomat bo'lasizlar.